2025-yil 25-oktyabrda do'stlar. Pinkili Rose Glow mana do'stlar. Bitta shoxchasida olganini ko'ringlar, rangini. Oktyabrda turibmiz do'stlar. Hali uzilgan yo'q, ranglanishga keldi mana. Ranglangan sari mana rangini ko'ringlar buni. Chiroyli bo'lib mana bo'layotgan holatlari. To'rga besqimada qilingan. Olmani olgan. Nechilar yuki bor do'stlar, kommentariyaga yozib qo'yamiz. Buni ko'chatlardan ko'paytirib qo'yganmiz. Xudo xolasa uzilayotgan jarayonlarni qo'yib olamiz. Uzilishgacha ancha bor. Lekin sovuq tushgan sari rang oladi. Mana do'stlar rangi. Olmani ko'ringlar, olmani. Ranglarni ko'rsatib qo'ying. Do'stlar, endi sizlar bilan bitta video qilamiz. O chang ham mo'p bo'pti. Bismillahirrohmanirrohim. Mazasini baho beramiz do'stlar, bismillahirrohmanirrohim. Ko'ringlar. Suvni ko'ringlar. O'ta shirin olma do'stlar. Uzilayotganini ham qo'yib o'tamiz. Olma ko'chatdan boqilaman deydiganlar, ko'chatlardan ko'paytirib qo'yganmiz. Bitta martadan ko'rsatib qo'ying, ranglanishni ko'ringlar. Kundan kunga rangi o'zgarib mana. Changi bilan turibdi. Olmaga qiziqqanlar, olma ko'chatdan boqilaman deydiganlar tanishtirib jo'natib qo'yamiz. Kuzgi olma do'stlar, 5 xilada halingda turadi. Bitta shoxida qancha yuk bor mana do'stlar? 1 kilo 1,5 kilo yuk bor. Mehnatdagi do'stlar like bosib qo'yamiz.